Hop, oxirgi videoni ham YouTube'ga joylab bo'ldim. Aktiv, juda ham yaxshi. Hop, imza fermaga aytishim mumkin. O, kamera o'rnagan ekan. Yo'q, barchaga salom bo'ladi. Sizlar bilan Mr. John. Men yangi kanalga xush kelibsizlar. Bo'lay, narigi kanalim o'chib ketib qolganligi uchun yangi kanal ochdim. Bu kanalda ham juda ham aktiv yurishga harakat qilamiz. Kanalga obuna bo'lish, videoga like bosish, esdan chiqmasin. Har qancha bo'lam, bizda o'zi qor yog'ib ketdi. Hop, nimaga qor yog'ganini bilmadim, lekin kechagacha juda ham kuchli qor yog'gan, hammalar qor bo'lib ketdi. Hop, ferma ishlari bilan shug'ullanishga endi nima deysizlar? Urug' chiqdi. Ferma ishlari bilan shug'ullanyapman, chunki menga pul kerak. Bitta pul topishda oson yo'li yo'q shu ferma. Buni ish qilish kerak. Hoppa, chetishib ketib qoldi. Suv juda ham sovuq, o'zi mana bu yerda ham muzlab qoldi. Qo'shnim qanadir biznes bilan shug'ullanyaptimi deyman-da. Oba mana machinani narsani olish kerak. Mana chiq. Bo'li juda ham sovuq, juda ham -30 gradus. Masalan, ikki qo'yamiz, endi qolganlarini hop. U yerda ham juda ham ko'p uylar bor ekan. O'qishlar juda ham yangilanish katta. Chunki o'zi bizda yetarli savdo bilan shug'ullanyapti, ko'rishlari mumkin. Qana qo'shnilar o'zi biznes qilamiz. Qo'shni yaxshimisiz? O'zi biznes boshlab olishim yangi yaqin. Yana pul topishda boshqa narsalar qo'ymadi-da. Ma'lumotni bersin. Misol men ro'larni merga topshirishim kerak. Chunki bu oylik beradi. Men ferma ishlari qilgan berisha pul olayapman. Nima politsiya? Yo, politsiya nima qilyapti? Salom ofitserlar. Salom. Hop, assalomu alaykum. Men nima bo'ladi? Shu sizlar aytgan narsalarni olib keldim. Ya'ni urug'larni va somonni. Ya'ni xullas fermerchilik narsalarni oylik berasizmi? Oylik bera olmayman. Nimaga? Chunki kechqurun pullarim barini kimdir o'g'irlab ketibdi. Nima? Pullarni o'g'irlab ketishdi? Yo'q, oylikdan ketdi. Mana o'sha pulim nima qilamiz endi? Bilmani o'g'ri topish kerak. Mer bilmanim o'g'rini topish kerak endi. Nima ofitserlarga ham nima deymiz? Xo'p, ofitserlar topishni o'g'rini yo topishni hatto dalillar ham yo'qmi? Yo'qda, qanaqadir hech so'rang keldi. Ega kelib qarasa, pullar yo'q. Nima? Xo'p, masalan, o'zim men topishga qilaman, ofitserlarga javob berib beraman, xo'pmi? Hop, mayli. Va bu narsalar. Misol biz uyga boramizda kechqurungi narsalarni tayyorgarligini ko'ramiz. Ya'ni kechqurun biz o'g'rini topamiz. Hop, bir amallab endi uyga borib televizorda nimalar bo'layotganini ko'rishim kerak. Uyda yolg'iz beradi deydi bugun. Bilmadim. Hop, mer ofislarga javob berib o'zimda ham pulim bor. Prosta bu yerda men Emerald o'tkazib oldim, chunki bu yerda Emeralddan boshqa hech nima o'tmaydi. Hop, buni birga qo'yamiz. Bo'lamiz, chiqdim. Hop, bolalar kech bo'lishi bilan sizlarga o'zim aloqaga chiqaman. Hop, kechgacha xayr. Hech ham tushib qoldi. Yo, bolalar biroq endi meriyaga o'tib o'rg'a ishlashimiz kerak. Pechga ham o'tin tashqirishim kerak. O'sha uy ham sovib ketdi. Okey. Hop, pechga yonda kimcha uy isib turadi. Meriyaga borishim kerak. Merda kameralar bo'ladigan bo'lsa, kamera orqali o'rgatishimiz mumkin. Hop. Okey, merdiga biramallab eraman. Hop. Yo, men keldim. Sizda kameralar bormi, yo'qmi? Bor, uyda ko'rsa olib men ishlatishim mumkin. Hop, merda kamera qo'ygan, qaysi qutisi ekan? Menamdami? Yo'q. Mana bu ishga ekan, uzr. Hop, buni demoqdayman. Mana kameralar. Men juda ham kutib qolgan. Atak. Mer kameralarni oldim, birinchi bo'lib sizni uyingizga kamera qo'yaman. Oppa, mana ulaymiz. Okey, mana birinchi raqamli kamera ishga tushdi. Hop, o'zim yo'q, nima deb ketdi. Hop, kameradan qanday chiqish mumkin? Juda ham bir hazilkashizda. Endi nima deysiz? Shuda valati falan juda ham ko'p. Hop, mayli, qo'shni men ketdim, merdaga bir o'tib kelay. Merda uyda pullar yo'qolibdi, bildingizmi? Ha, bildim.
hop misal merdeka bir o'tib keldi. Yo'q, bo'ldi. Merdeka biramiz o'tib merdeka kameralar bo'ladigan bo'lsa, kameralar orqali o'rin tutishimiz mumkin. Albatta kanalga obuna bo'lish, videoga like bosish va sizga qilishingizni so'rasin. Hop. Men keldim. Kamera uyingizda bormi yoki o'zim sotib olaymi? Mening uyda kameralar bor. Okey. Kirib o'tirsam bo'ladimi? Olib chiqaver. Hop. Shu yerda bo'lish kerak kamera boshqatdan yo'q. Mana bunday ekan. Hop. O'z kamera ham bu yerda o'rnatilgan ekan. Okey, hop. Men o'zimizda bitta kamera. O'tgan hafta sotib oldim. Hop, bu kameralar ishlamagan, ishlashi kerak. Hop, buni ko'chaga o'rnatamiz, chunki o'z ko'chada bu yerga kamerani ulaymiz. Hop, birinchi kamera. Bu merda uyniki. Hop, ikkinchi kamera. İşlemadi midir? İkinci kamera. İkinci kamera işlemayapti. Yo'q, nimaga? Endi ishladi. Xo'p, mana ikkinchi kamera. Mana men. Hello. Hop. Bo'ldi bolalar. Bu kamerani bu yerga o'rnatamiz. Buni bu yoqqa, keyin men uy tarafimga, bu yerga. Hop. Yana bu yoqqa o'rnatamiz. Chunki bu tarafda ko'p juda ham qo'shilish mumkin. Ko'p narsalar yo'qoladi. Birga qo'yamiz bo'ldi. 5 ta kamera ulandi. Hop, men uyga buni berib ketaman va uyga borib yotaman. Hop, janob mer, mana kamerangizni olishingiz mumkin. Hop, men uyga ketdim. Ertaga ko'ramiz. Hop. Uyga biromalab borib, sana uyda uxlayman. Chunki juda ham kech bo'lib ketdi. Quyosh ham botaman bugun. Hech qachon bilmadim. Uyga borib yotaman. Ertalab bo'shib yana merdekaga borib, o'rnini tutishga harakat qilaman. Hop. Bolalar ertalabgacha xayr, kamerani o'chiraman. Hop, bo'pti. Men esa o'tdim. Juda ham sovuq ketdi. Yo'q, pechka o'chib qolibdi-ku. Pechkani yo'q. Yo'q, pechka. Bo'ldi, juda ham sovuq ketdi. Kamera yo'q kerak. Yana bir marta salom. Men biromalab turdim. Juda ham bir kech sovuq to'ldi. Pechka o'chib qolibdi, yaramas pechka. Sen merjiga boramizda o'rin tutishga qilamiz. Okey. Hop. Janob mer, yaxshimisiz, yaxshimisizmi? Hop, kamera nima bo'ldi? O'g'ri uyga kiryaptimi yoki videolarni ko'rdingizmi? Yo'q, o'g'ri bugun uyga o'g'irlikka tushibdi. Sen mayli, men digital do'stimga bo'lishim kerak, chunki qarzini berish kerak menga. Hop, digital eshik ochiq ekan. Uyga narsa kerak. Bu yarimiz uxlayapti-ku. Yo'q, qarzini olib ketishim mumkin, chunki bu yaqin do'stim. Nima? Niqob? Jennerson, bu qanday niqob? Bu yerda nimadir bor. Xotirsin, men tez merga aytmasam bo'lmaydi, merjam. Yeysan. Mer yaramas, bu o'rin topdim namancha. Mer. Oy, katta yigit bo'lib, menimcha o'sha o'g'ri bo'lishi mumkin. Mana bu niqobni uni uydan topib oldim. Nima? Qanaqasiga? Chunki bola haqman qo'rqardi-ku. Bilmadim. Qanaqadir shkafchasida sandiq qo'shgan narsa bo'ldi. Hozir kirka bilan biz ko'raman. Xo'p, tez uyga borishim kerak. Bu o'g'ri pulni eng yaqin do'stimni o'ylardim. Yaramas yetil. Tez. Bak, qo'shnim menimcha o'rin topdim. Nima qanaqa o'g'ri? Kechagi o'g'ri bor-ku. Mayli. Hop, kirka. Kirkani olamiz. Menga tashlab qo'ysin-da. Pichoqni ham olib olaman. Kutilmagan olib tashlab qo'yib pichoqni tashlab o'tiraman, chunki o'zi bilish tashlaman, chunki bilmadim. Tashlab qo'yadigan bo'lsa, qo'tib uxlab qo'ymay, kechqurun o'likka yana bir chiqaman yeyman, chunki o'lik kechqurun juda ham sovuq ko'cha. Qarang, asta gaplaman. Hop. San. Nima?
pullar. Hamma pullarni olaman chunki bu yaramas o'g'ri. Hozirroq biz nafqa qo'yaman. Shu uchun nima qo'yil bo'l. Ketdik bo'lamiz. Tezda merga beraman hamma pullarni va yana o'zim o'ylayman qolaman. Mer bu haqiqatan o'g'ri ekan, hamma pullarni o'zim olib keldim. Anamda qopib yo'qib yuboring. Hop, qarang, mana barcha pullarni sizga beraman. Hop, mana bu pullarni nimaga bu? O'sha shkafingizga solib qo'yaman, o'zimni bir stak izmatimni olaman. Hop, barcha pullarni solib qo'yamiz buni ichiga. Yaramas ishdi. Shuncha odam pulni o'g'irlabdi-ya. Jani o'sa nima bu? Siz ham bir omadsiz kun dedi pul. Mer o'zimni bir stak izmatim olib, qaramda qotib yo'qib yuboring, politsiya chaqiring, hopmi? Ularni o'zingiz bilasiz. Oma uyga ketdim. Yo'q. Bolalar kamera shu yerda o'chiraman. Keyingi videoda ko'rsatishim. Xayr, sizlarga mister do'stlar. Bu o'g'rini topishga juda ham qiynaldik. Atak maylik. Hay, sog' salomatlik. Keyingi videoda ko'rsatishim. Xayr.